Assalomu alaykum akalar, opalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Endi o'zi yana aytsalaring kerak, yana taksida yana zakaz yo'q deb gapiradi deb. Yo'q, unaqa emas. Bugun boshqacha tema bo'ladi. Endi bugun men ham bildim sizlarda qanaqaligini. Sizlardagida mendan ham battar ekan. Bugun bitta magazinga kirdim. Endi qaysi magazinga kirganimni aytmayman. Kirsam 3 ta ishchi aka nima kerak deyapti-da. Endi ishlari shu-ku. Shu bitta suv olaman deyotgandim. Kechki payt kerak bo'ladi deb. O'zi men ham ko'p pul ishlaganim yo'q, shu 30 mingmi, 35 mingmi pul ishlaganman. Kirsam magazin, katta bir magazinga mendan boshqa hech kim yo'q-da. Aka nima kerak deb so'raydi, bittasi, yana bittasi so'raydi. Men ham endi qissamda pulim yo'q, odam xijolat. Bitta suv olib chiqib keta olmadim. Mayli dedim. Bitta suv bering dedim. Bir 20 ming so'mlik kolbasa bering, bir 15 ming so'mlik semichka bering deb 3 kishiga aytib jo'natdim. 3 kishi 3 tarafga qarab tarqalib ketdi. Aytgan narsalarim shunday olib keldi. Kassani oldiga kelsam, hech pul bo'ldi desam, Kasr opamiz uxlab qolibdi-ku. Keyin haligi bachalarga aytdim, aka bu hisobda aytinglar. Kasr uxlab qolibdi dedim. Uyg'onadi deyapti-da. Endi men uyg'otishga xijolat bo'lyapman. O'zi olgan narsam plus minus 30 ming so'mlik narsa-da. Keyin aytdim, yo'q, o'zi hisoblang dedim. Men pulni tashlab ketaveraman dedim. Keyin shartda hisoblarni chiqib ketdim. Keyin Novvoyxonaga bordim. Novvoyxonaga nonni pulini qutiga tashlab olib ketavering deb yozib qo'yganda. Non 5 ming so'm qutiga tashlab keting deb yozib qo'ygan. Hech kim yo'q Novvoyxonada ham. Bu ham bechora uxlab qolgan. Endi men ham o'z shularni biri, hozir men ham sherga 9 etashgan tayida turibman. Bizning maktabning oldiga. Men ham hozir mana shu yerga uxlab qolaman sizlar. Hammalaringni omadlaringni bersin, nasib bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi.